Xo'p, bugun gaplashadigan mavzumiz bu qon yo'qotish darajalari. Organizmlarda tana tuzilishiga qarab har xil. 4-6 litrgacha qon bo'ladi. Xo'p, qon yo'qotishda birinchi darajasi yengil daraja hisoblanadi. Bu yengil darajada taxminan 10-15% gacha, ya'ni 1 litrgacha qon yo'qotish hisoblanadi. Bunda umumiy belgilar kuzatiladi, bosh aylanishi, umumiy holsizlik kuzatiladi. Ikkinchi darajamiz bo'ladigan bo'lsa, bu o'rta daraja hisoblanadi. Qon yo'qotish taxminan 20-30% gacha, 1-1,5 litrgacha qon yo'qotish kuzatiladi. Bu yerda ko'ngil aynishi, taxikardiya, bosh aylanishi va bu yerda qon tomir yetishmovchiligi kuzatilishi tabiiy hisoblanadi. Ya'ni arterial bosim keskin tushib ketadi, to'qimalarga kislorod yetkazib berilishi buziladi va ong xiralashadi. Uchinchi darajamiz og'ir daraja hisoblanadi. Bu qon yo'qotish taxminan 40% gacha bu yerda. Ushbu holatda gemorragik shok rivojlanadi. Yurak, miya va buyraklar faoliyati juda ham izdan chiqib ketadi. To'rtinchi darajamiz bo'ladigan bo'lsa, massiv og'ir daraja hisoblanadi. Ya'ni 40% dan yuqori bo'lgan qon yo'qotish hisoblanadi. Bu yerda tez tibbiy yordam ko'rsatilmasa, bemorni yo'qotib qo'yishimiz muqarrar.